Mana yangi svejiy dog' tushdi, siz uni ko'rdingiz, sezdingiz, kelib srazi protsedura boshlash kerak. Dog'larga qarshi mezoterapiyalar, biorevitalizatsiyalar, pilinglar qilsak bo'ladi. Dog' qancha eski, уже yillar o'tib ketgan, u dog' ketmaydi. O'zi dog' pigmentatsiya tushdimi, bo'ldi, u butunlay ketmaydi baribir teridan. Ko'p ayollarimiz kelishadi, dog'imni ketkizsa bo'ladimi? Yo'q, afsuski dog'larni butunlay hech qachon ketkizib bo'lmaydi. Nisbatan qanaqadir miqdorda ular ocharishi mumkin dog'lar, lekin butunlay ketmaydi. Dog' tushdimi, svejiy kelsin, harakat qilamiz, ketkizishga, ochartirishga kerakli o'sha mezoterapiya, biorevitalizatsiya, pilinglar bilan ishlaymiz va SPF krem birinchi o'rinda yaxshi professional SPF krem yoz-u qishin yil davomida surib yurish kerak. Eng oddiy narsa. Hurmatli ayol qizlarimiz, yuzingizga dog' tushdi, sezdinglar, shuni ko'rdinglar, darhol kosmetologga murojaat qilinglar va o'sha dog'lar bilan ishlashni boshlash kerak. Dog'lar qancha eski, yillar o'tgani sari turgan dog'lar bo'lsa, ularni ketkizib bo'lmaydi umuman. E'tibor qilinglar va albatta vaqtida kosmetologga murojaat qilinglar.